Assalomu alaykum. Career Edu tizimida talabalar rolida bajariladigan jarayon va topshiriqlarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun talaba Career Edu tizimiga kirish tugmasini bosish orqali talaba rolini tanlab, OneID orqali tizimga kirish kerak bo'ladi. OneID orqali tizimga kirganimizdan so'ng birinchi bo'lib bizda bosh sahifa ko'rinadi. Bu yerda talabaning qaysi ta'lim muassasasida o'qiyotganligi, JPasi va kursi ma'lumotlarni ko'rsatib qo'yadi. Bundan tashqari talaba qoldirilgan vakansiyalarga yuborgan arizalari, tizimdagi mavjud barcha vakansiyalar amaliyotga biriktirilgan bo'lsa, talabaning amaliyot ma'lumotlari, bundan tashqari qo'shimcha xizmatlar ham mavjud. AI bilan intervyular, shaxsiy testlar, loyihalar va tadbirlar. Bundan tashqari talaba freelance e'lonlarni tizimga joylash mumkin, onlayn kurslarni arzon narxlarda sotib olib o'rganishlari mumkin bo'ladi. Talaba tizimga kirganidan so'ng birinchi bo'lib qiladigan ishi bu rezyumeni to'ldirishi hisoblanadi. Buning uchun biz rezyumeni boshdan boshlab to'ldirib chiqamiz. Talaba o'ziga kerakli bo'lgan sohasi bo'yicha rezyume to'ldiradi. Misol IT va dasturlash sohasini oladigan bo'lsak, bu yerda o'zimizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni tanlab keyingi bo'limiga o'tamiz. Bu yerda qanday ko'nikmalarga egaligini tanlab olamiz. Bundan so'ng kontakt ma'lumotlari talaba bilan bog'lanish uchun kontakt ma'lumotlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda telefon raqami, email, Telegram, Instagram, Facebook va boshqa ma'lumotlarni ham shu yerga joylash mumkin. Biz telefon raqamimizni kiritib qo'yamiz. Bu yerda telefon raqamimizni kirgizib qo'yganimizdan so'ng bu yerda chiqadi. Bundan tashqari Telegram ma'lumotlarimizni ham bog'lanish uchun kiritib qo'ysak bo'ladi. Ma'lumotlarimizni, kontaktlarimizni kiritib bo'lgandan so'ng keyingi tugmasiga o'tamiz. Bu yerda oldin ishlagan korxonasining ma'lumotlarini kiritib chiqamiz. Misol uchun IT Parkda lavozimi ishni boshlagan va tugatgan sanasini ham kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz ish boshlagan sanasini tanlab olamiz va tugatgan sanasini ham. Misol uchun 2 fevral. Ma'lumotlarni kiritganimizdan so'ng qo'shish tugmasini bosamiz va bu yerda ma'lumotlari kelib chiqadi. Bundan so'ng ta'lim ma'lumotlarini kiritib chiqamiz. Oldin yakunlangan yoki hozirda o'qiyotgan bo'lsa ham ma'lumotlarni kiritib chiqamiz. Misol uchun ta'lim darajasi bakalavr, yo'nalishi boshlagan sanasi 2021-yil, sentyabrdan tugatgan sanasi 2025-yil, mayda 27-28ni belgilaymiz va bu yerda ta'lim ma'lumotlari qo'shiladi. Bundan so'ng esa tillar bo'yicha qanday sertifikatlari yoki bilish darajasini kiritib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Misol uchun ingliz tilidan darajasi IELTS bo'lsa sertifikat raqamlarini, boshqa ma'lumotlarni qo'shishi mumkin bo'ladi. Misol rus tilida qanchalik gapirish ko'nikmalarga ega bo'lsa, shunga qarab bu yerga ma'lumotlarni kiritish ham mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarni qo'shganimizdan so'ng keyingisi orqali bu yerda qiziqishlari va yutuqlari qanday yutuqlarga ega bo'lganligi
va qanday qiziqishlarga egaligi shu haqida ma'lumotlarni kiritib, keyingi tugmasini bosamiz va bu yerda qanday yutuqlarga egaligi, misol uchun ingliz tilidan sertifikati bor va boshqa ish jarayonida erishgan sertifikatlari bo'lsa bu yerga qo'shishi mumkin bo'ladi. Maqolalar chiqargan bo'lsa bu maqolalarni ham tizimga joylashi mumkin bo'ladi. Bo'limda talaba o'zi qanday ko'nikmalarga ega, qanday vazifalarni bajara olishi bo'yicha umumiy ma'lumotlarni kiritib bo'lgandan so'ng esa saqlash va tugatish tugmasini bosamiz va bu yerda biz rezyume ma'lumotlarimizni qancha foizga 100 ballik shkalada qancha foizga to'ldirganimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ish e'lonlari bo'limi orqali talabalar bu yerda freelance e'lonlarini joylashi mumkin bo'ladi. Freelance e'lonlari o'zi bu nima va bu nima uchun kerak? Qaysidir bir korxonada xodimining mehnat safari bilan qanchadir muddat oralig'ida boshqa ishga yokida o'zining shaxsiy ishi bilan ketyapti. Shu jarayonda ish to'xtab qolmasligi uchun shu xodimni vazifasini bajara oladigan shunday ko'nikmaga ega bo'lgan talabalarni bu yerda freelance e'lonlarini ko'rish orqali shu korxona ma'lum bir muddat oralig'ida ishlatishi mumkin bo'ladi. Buning uchun talaba e'lon qo'shish tugmasi orqali freelance e'lonlarni kiritish kerak bo'ladi. Bu yerda rezyume to'ldirgan ma'lumotlar o'zi avtomat keladi. E'lonni hudud ma'lumotlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi hududda, misol biz Toshkent shahri viloyatini, tumanini tanlaymiz va maosh darajasini va bundan so'ng qancha maksimal va bu o'zi haqida ma'lumotlarni ozgincha kiritib e'lonni yaratish tugmasini bosadi va bu e'lonlarimiz freelance e'lonlar bo'limiga kelib tushadi. Bundan tashqari vakansiyalar bo'limi mavjud. Bu yerda Career Edu tizim orqali tizimga jami kiritilgan vakansiyalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu yerdan o'zimizga moslarini AI tavsiyalar orqali eng yuqori foiz mosligi bo'yicha ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bizda milliy vakansiyalarimiz ham mavjud. Bu integratsiya orqali kelgan. Bu yerda hozirda barcha ma'lumotlar to'g'ri va vakansiyalarimiz 85 mingdan ortiq vakansiyamiz mavjud. Bu yerda ham o'zimizga kerakli bo'lgan sohalar yoki hududlar bo'yicha vakansiyalarni tanlab ariza yuborishimiz mumkin bo'ladi. Xorijiy vakansiyalarimiz ham hozirda tizimda mavjud. Ma'qul keladigan yoki o'zining sohasiga mos bo'ladigan bo'lsa ariza yuborish mumkin bo'ladi. Arizalarning bo'limi orqali esa talaba bu yerda vakansiyalarga qoldirgan arizasi bo'yicha ma'lumotlarni ko'rishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib chiqilmoqda holatdagi arizalari intervyu holatiga o'tgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni qabul qilindi bo'lsa, qabul qilindidagi rad etilgan vakansiyalarni ham ko'rishi mumkin bo'ladi. Korxonalar bo'limi orqali esa talabalar bu yerda tizimdagi mavjud barcha tashkilotlar tomonidan kiritilgan vakansiyalarni ko'rishi mumkin bo'ladi. Misol bu yerda shu tashkilot tomonidan kiritilgan vakansiyalar u bizga qancha mosligi bo'yicha ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ichiga kirib bu ma'lumotlarni ko'rib chiqib ma'qul keladigan bo'lsa bu yerda ariza yuborishimiz yoki yuborgan arizamizni o'zimiz bekor qilishimiz mumkin bo'ladi. Mening amaliyotim bo'limi orqali talaba amaliyotga biriktirilgandan so'ng amaliyot ma'lumotlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni qaysi tashkilotda amaliyot o'tayotganligi, talabaning davomat amaliyot jarayonidagi amaliyotning muddati va amaliyot rahbarlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Korxona va ta'lim muassasasi tomonidan tayinlangan amaliyot rahbarini. Bundan tashqari korxona va ta'lim muassasasi o'rtasida tuzilgan shartnoma va uning ilovasini ham ko'rishi mumkin talaba amaliyot jarayonida hisobotlarni yozib borishi kerak bo'ladi. Buning uchun talaba hisobot yozmagan bo'lsa hisobot yozish tugmasi bo'ladi. Misol biz tayyor yozilgan hisobotni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Talaba shu kun davomida qilgan ishlari qanday ko'nikmalarga ega bo'lganligilarini yozib yuborish tugmasini bosadi va bu yerda hisoboti tayyor bo'ladi. Hamma hisobotlarni kiritib bo'lganidan so'ng talaba bu yerda kundalik bo'lim orqali o'zining hisobotlarini ko'rishi, qaysidir joyda o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa o'zgartirish kiritishi mumkin bo'ladi.
Bundan tashqari talaba shu amaliyot davomida barcha yozgan hisobotlarni umumiy bitta PDF variantga yuklab olish imkoniyati ham mavjud bo'ladi. Interaktiv bo'lim orqali talaba bu yerda o'zi qiziqtiradigan kurslar bo'lsa, shu kurslar asosida o'qishi ham mumkin bo'ladi. Bu yerda har xil turdagi kurslar mavjud tizimda. Bundan tashqari to'ldirgan rezyumengizga qarab sizga AI tomonidan tavsiyalar ham beradi. Bu kurslarning sizga qanchalik moslikligi bo'yicha. Bundan tashqari karyera xizmatlari ham mavjud. Bu karyera diagnostikasi, bu qobiliyatingizni, ishga munosabatingiz va jamoaviy xulqingizni tekshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. AI mock intervyular, ya'ni real intervyu tajribasini AI yordamida oshirishingiz mumkin bo'ladi. Tadbirlar va loyihalar bo'limi orqali talaba tizimda mavjud bo'lgan tadbir, loyiha, misol uchun konferensiya, seminar, networking, startup loyihalarimiz ham tizimga yuklab qo'yilgan bo'ladi talabalar uchun. Talabalar bu yerda o'zini qiziqishlariga, o'zini sohasiga mos keladigan qandaydir konferensiya, networkinglarda talaba o'zini sinab ko'rishi mumkin bo'ladi. Buning uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bossa, talaba shu loyiha bo'layotgan tizimga talabani avtomatik yuboradi. Talaba bu yerdan o'zi ro'yxatdan o'tib, o'z bilimini tekshirib ko'rishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari murojaatlarim bo'limi orqali tizimda qandaydir muammo aniqlaydigan bo'lsa yoki muammo duch kelsa, bu yerda muammo haqida umumiy ma'lumotlarni yozishi va o'sha muammoning skrinshotini yuklab bu yerda yuborish tugmasini bossa, bu tizim adminlari tomonidan tezkorlik bilan ko'rib chiqib hal qilib beriladi. Hozircha talabalar rolida shu jarayonlarimiz mavjud.